O'yinganda o yoshlardan bir orqada qolib ketmaymiz. Birinchi bo'shatdi. O'zbekistonda bunaqa sinfdoshlar faqat bitta bo'lsa kerak. Hozir biza vodiydamiz. Akalar bilan laganda oshyapmiz. Akalarga mana shu oshda 5 kishi ekan. Hozir biza Begistaga nima deysiz? 3 kilo osh. 3 kilo osh. Akalar har 2 kunni birida cherezda mana shunaqa osh yeb o'tirishar ekan sinfdoshlar bilan. Mana bunaqa salatlari o'zlarini boyagi sizlarga ko'rsataman. O'zlarini sho'rvalari ham bor, oshdan oldin yeyiladigan, ichiladigan, appetit ochar ekan. Mana achchiqqina. Kasalliklarni ham bittaga kesib yuboradigan sho'rva mana shu bo'ladi. Uchko'prik tuman So'f qishloq. Uchko'prik tumani So'f qishlog'i B sinf 92-yillik. Bir chekkalar qo'l yuvib kelishyapti. Ayiqlarni anovlari qanday? Bosh sho'rvasi bu. Endi necha kishi? 4 kishi. Hayolimizga hozir kichkina sizlarga kichkina deb yuribdi, lekin juda hozir ko'zga ko'ringan mana aka. Necha kilo osh bor shuni ichida hozir? Buni ichida 2 kilo osh bor. Mana o'rtoqlar shunaqasi ketdi mana. To'rtta tamom. Agar aka Bosamiz bugun. Qashqadaryoga bo'lsa, kimdandir qasdi bo'lsa shuncha osh yediradi. Bosib hozir kirgizing. Ha, kirgizing uni bunday qilmalar. Bizchalik yemaydigani. So'v bo'ldi osong. Chesno katta turib boshida o'nglaydim. O'yinlar. Katta o'yinlar. Katta. Chiroyli yoqqanman. Va so'v bo'ldi osh. Bu ham tugadi. Lekin men sabab biz oshimiz qolib ketdi. Mani kuchli o'yinchi deb o'ylashdi, lekin bilishmadiki. Yordamlashing. Hamisha rizqimizni ziyoda qilgan Alloh. Azlab oldimi? Lekin sinfdoshlar gap yo'q.